agar действительно prezidentga haqiqatan yetib borsa, to'sqinlik qilmasa, shu loyihani qo'llab-quvvatlaydigan bo'lsa, O'zbekistonda kambag'al qolmaydi deb 100% garantiya beryapsiz hozir. To'g'rimi? Tushunishimga qaraganda hozir necha milliard haqida gapiryapsizki, bu loyihangizni Amerika sotmoqchi, Qozog'iston sotmoqchi, to'g'rimi? Lekin bu inson fidoilik qilib O'zbekistonning kelajagi uchun mana shu loyihani o'zimizga bermoqchi bo'lyaptilar. Angliyalar, Germaniyalar, Yaponiyalar. Stol hech nima yo'q. Odamlar ishchilar shunda kiradi, o'tiradi, chiqib ketadi. Eng zo'ri kommunal to'lovlar tekin, suv, svet tekin xalq uchun. Xalq uchun. Studentlar uchun yo'llar tekin. Bu dunyoga tanilar ekan O'zbekiston. Endi qarang, hali shunga 100% ishonchman, chunki axborotlarni men simsiz olaman. Yoshlarimizga bu eng kerakli suv bilan havoda. Больницаlarga bor, kasalxonalarga bor ishlamaydi. Shuni tushunyapman, to'g'rimi? Borib o'tirmaydi. Avtomatik lekin oylik oladi. Uyda o'tirib olaveradi. Dunyoda yarataman deb harakat qilib yurgan olimlarni akamiz yaratib qo'ygan. Xullas, hurmatli Haqiqat ovozi kanalini kuzatuvchilari, bu joyda sizlardan nihoyatda qattiq pardashga kerak bo'ladi. Ya'ni like bosib, fikrlaringni ijobiy qilib turib, keng tarqalishiga, qolaversa boshqa bloger, jurnalistlar ham bu agar suhbat haqiqatan manfaatli bo'lsa O'zbekiston kelajagiga, sizlar bu videoni tarqatinglarki, prezidentga yetib borsin. Bu